Assalomu alaykum shefim. Menga qaralagancha hozir bitta katta shef keladi. Sizda ham katta shef bormi shefim? Ishing bo'lmasin, o'sha katta shefni yaxshi ishlab mehmon qilasan, keyin oxirida mana shu hujjatlarga qo'l qo'yib olasan, tushundingmi? Bo'ldi, qilamiz shefim. Assalomu alaykum shefim. Qadamlariga hasanot, oyoq tagiga krokodil terisidan terib solaymi? Shefim, muncha kelishgansiz, dunyo go'zal emasmisiz shefim? Biron kun vaqtingiz bormi? Nimaga? Tushunga kiring shefim. Shunday yaxshi ko'rdim sizni. Yuring. Mehmonim bo'ling shefim. Yuring. Yoping. O'zim yopaman shefim. Avvalo bo'lmang. Yuring. Qani keling shefim. Keling shefim. Sochingizni kim olgan shefim? Leonardo DiCaprio'ni sartarosh olganmi? Shefim, siz oyga tik qaramang. Nimaga? Oy uyalib qoladi husnidan. Shefim nima ichasiz? Oddiy bezga suv bo'ladi. Oddiy bezga suvni oddiy insonlar ichadi. Siz Mojito Ice Tea ichasiz. Mojito Ice Tea studio. Shefim, nechinchi yilsiz? 98. Yaxshi ham urush payti tug'ilmagan ekansiz shefim. Voy, nimaga? Sizni hozir ko'rmagan bo'lardim shefim. Baxtimga tiriksiz. Sheflarni shefi qalbi mardog'i nima yeysiz? Nima bor o'zi? Garizon restoranida yo'q narsani o'zi yo'q. Yevropa ovqatlaridan tortib o'zimizning milliy ovqatlargacha bor. Ani kitni ustidan sho'rva ichasizmi? Bo'lsa olib keling, ichaman. Kit yo'q der hozir. Kesin qilib beraman, xo'p? Ungacha Buxarestki vag'uri bilan Buxarestki shashliklardan mazza qilib yeng, bular hozir trendda. Voy, bu televizordagi chiqqanmi? Yo'q, bu televizor emas, blogerlar reklama qilgan. Bitta yeb ko'raymi? Ye. Чисто Buxarestki. Shefim. Mana qarang, o'zi nima maqsadda meni bunaqa olib keldingiz bu yerga? Mani maqsadimmi? Ha? Shefim. Mana shu hujjatga bitta qo'l qo'ysangiz bo'ldi. Menga shef qo'yadi. Siz kimsiz? Men shef shopirman. Shef qayerda? Shef mashinada o'tiribdi. Men tushdim. Shoshmay insam qo'limdan tortib ketyapti. Shefni ochmoqchi edim eshigini. To'xtang, mana shu yo'qolay zo'r ekan. Qo'y! Nechinchi yilsan? 98. 41-yilda tug'ilib, urushda o'lib ketsang bo'lmasmidi? Qani qilishib, esimdan chiqib qoldi. Shefim. Shefing o'lib qopti-ku. Qayerda yuribsan? Haligi shef anaqa. Assalomu alaykum. Yuzidagi nurini qarab shefda. Shefim, bitta mana shu hujjatga qo'l qo'yib bering. Pashol. Bo'ldi, tushundim. Qolganini aytmang. Tushundim nima demoqchiligingizni. Yo'q kelsa. Borda yegan shotin to'la. Siz hali ketdi go'shtdan sho'rva qilib bermoqchi edingiz-ku. Qurt dobi-ye? Ha. O'zi ketim chiqib yotibdi. Men ko'p o'ylab yotib, orzularim sari harakat qilishga chog'landim. Yugurdim, yeldim, o'z ustimda ishladim. Tinmay og'ir toshlar ko'tardim. Skakalkada sakradim. Mushok urdim. Ustozlarimning o'gitlarini tinmay aytgan, deganicha bajardim. Va men chempionlik jangi uchun oktagonga ko'tarildim. Raqibimni ko'rib ishonasizmi? Chuchvordim. Qochmoqchi edim, ustozim yo'q dedi. Keyin baqirdim, o'zimda kuch to'pladim. Nima bo'lsa bo'lar deb raqibimga